Ko'pchilik Xitoy Dongfeng avtomobilini remin metkasini so'rashibdi. Bilmaganlar uchun foydali, bilganlar uchun eslatma bo'ladi. Videoni oxiriga kuzatib tursangiz, remin metkasini qanaqa o'rnashini o'rgatib qo'yamiz. Ko'rishni mumkin, remin tarafini ochib olganmiz. Bunda bo'ladigan metka birinchidan past val qismini ko'ramiz. Past zo'ydish kerak, xuddi shunaqa Damaslenga o'xshagan nuqtali metkas bo'ladi. Bu yoqda remin tunkada ham metka bo'ladi. Shuni ikkitasini bir-biriga to'g'rilaysizlar. Bunda past metkaga o'rnagan bo'ladi. Tepa shikibga keladigan bo'lsa, ikkita metka bo'ladi. Mana ko'rishni mumkin, ikkita chiziq turibdi. Buni Damaslenkiga o'xshagan, xuddi tepasida mana bitta nuqtalisi bor. Mana sizlarga yaqinlashtirib ko'rsatib beraman. Mana ko'rib turganingizda bitta nuqtasi bor. Shuni tepasida mana sariq chiziq ko'rsatilgan, xuddi shu joyda ham reminni tunkasini metkasi bor. Shuni ikkitasini bir-biriga telefonni kamerasi orqali to'g'rilasangiz, tepa ham metkaga olib kelgan bo'lasizlar, pastga ham metkaga olib kelgan bo'lasizlar. Shu tarzda bemalol ishlarni bitkazib berasizlar. Bu mashinamizni pompa, remin natijalarini almashtirib ishlarini bitkazib beribdi. Kimda shunaqa Xitoy avtomobillari bo'lsa, uzunligiga olib kelasizlar, ishini sifatli holatda bitkazib beradi. Bu videoni usta tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Bu ishni aytganda bilmaganlar uchun foydali, bilganlar uchun eslatma.